Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bizni ko'rib kuzatib turgan hurmatli muxlislar, qadrdonlar. 2026-yilda Xudo xohlasa ota-onamni umra safariga yuboraman degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun chiroyli video bo'lyapti. Biz bugun yana Marg'ilon shahriga kelganmiz, Centrum Polis. Ya'ni orzular amalga oshadigan joyga akamiz Xudo xohlasa insonlarni, ya'ni ota-onalarimizni, do'stlarimizni umra safariga jo'natish bo'yicha mutaxassis. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi aka, charchamasdan. Rahmat. Qanaqa bo'lyapti endi sharoitlar? Aka, Xudo xohlasa to'liq obunachilaringizga to'liq ma'lumot bersangiz, bizda standart paket bo'ladi, 14 kunlik umra safari bo'ladi aka. 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lishadi, 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinada Gasnissa oraliqlarimiz 100 metrdan 300 metrgacha, Makkada esa 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. Madina sayohati, Makka sayohati o'z ichiga oladi. Malakali liboschilarimiz birga ketib, birga keladi. To'g'ri kelmay qolsa, batdan yo'l boshchimiz olib ketadi, ada liboschilarimiz kutib oladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom aka. Xudo xohlasa yanvar oyida reyslarimizni aytib o'tsak obunachilaringizga aka, 25 Namangan Jidda, 28 Farg'ona Madina, 31 Farg'ona Madina, 27 Farg'ona Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. 27-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishida reyslarimiz o'zimiz liboschilar ketishadi. Madina, Makka sayohat hammasi o'z ichiga oladi Xudo xohlasa. Deyarli 3-4 kun davomida reyslarimiz bor. Esa fevral oyiga, Ramazon oyi yaqin aka. Fevral oyiga Xudo xohlasa ibodat qilib kelaman. Maqsad sayohat, ibodat, sayohatlar kerak emas, faqat menga ibodat deyishadi. O'zi Ramazonda o'zi borgan odamlar biladi. Faqat ibodat bo'ladi aka. Mana fevral oyidan boshlasa 3-10, 17, 24, 3-mart, 10-mart fevral Farg'ona Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor aka. Bundan tashqari Toshkent, Namangandan ham reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi aka. Xudo xohlasa aka, qana savol, qana javoblar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishadi aka, inshaalloh. Albatta, nomeringizni qo'yamiz aka, har doimgidek, Xudo xohlasa. Keyin yana bitta savol. Qaranglar, qadrdonlar, litsenzionni firma. Bu degani bemalol ota-onalaringga ishonib tavsiya qilsalaring, taklif bildirsalaring bo'ladi degan firmamiz. Keyin yoshi katta yoki bemorligi bor ota-onalarimizga ham bir qulayliklar bo'ladimi? Yoshi kattalarga iloji bo'lsa aravachada yurishadi, bir qilinglar. Aravachalarni o'zlarini birga olib ketishsa aka, ada qiynalishmaydi. Aeroportlardan ham bezovtadi. O'zlari postoyanno dori ichib yurishadi, masalan, har xil ichadigan dorilar o'zlaridan olsa yaxshi bo'ladi. Ada birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, o'zimiz Makkada hamshiralarimiz va ayol erkaklarga qarashadi, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Ya'ni o'sha ayol bemorlarimiz ayol hamshiralar, erkak kishilar erkak kishi hamshiralar aka. Maşallah, juda ham zo'r, qulay. Bordi keldida hech qanday bizda bordi keldi bilet olinadi. Xudo xolasa Centrum Air kompaniyasida uchishadi inshaalloh aka. Maşallah. Endi sovg'a salom olish masalasida haligi yuklar belgilab qo'yilgan. Bu aka bagaj bo'lsa 20 kilo, ruchnoy bo'lsa 7 kilo aka. 7 kilo. Maşallah. Shu zamzam suvlarda qaytishlarda o'zi 5 litrli обязательный zamzam suv beriladi aka. Bundan tashqari yana olsa ham bo'laveradi, ehtiyojiga qarab aka. Maşallah. Yana nima deymiz? Ro'za xohlasangiz ro'za oyida boring, xohlasangiz mana ro'zadan oldin bizni mana shu nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Endi siz obuna narx-navolar aytsa aka, mana yanvar oyida aytilgan sanaga aka 945 dollarga beramiz. Qaranglar, narxlar ozgina tushibdi. 27-de Farg'ona Jidda yo'nalishida reysimiz sizni obunachilaringizga 925 dollarga beramiz. Maşallah. 925 dollar aka. Xudo xolasa. Undan tashqari fevralda oyida birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunlik deyishadi. Mana 3-fevraldan bu aytib o'tamiz. 3-fevral Farg'ona Jiddani 950 qilib beramiz aka. 10-fevral 980 aka. 17-fevral mana birinchi 10 kunlik Ramazonni, birinchi 10 kunlik bo'ladi, 1100 dollar qilib beramiz. O'zi ro'za oyida ozgina narxlar ko'tariladi. Ko'tariladi, shuning uchun aka. O'sha ibodat qiluvchilar soni, umraga boruvchilar soni ko'payadi. Ko'paygan sabab bilet oshgani sabab o'shadi. Tushgan sabab tushadi.
Undan tashqari mana 24-kuni fevralda 2-10 kunligi $1200 aka. 3-10 kunligi 3-mart, 10-mart deylar aka. $1300 beramiz. Behisob. Hayit namozini shu yoqda o'qishadi. Hayit namozi, Laylatul Qadr kechasi xudo xolasa aka inshaalloh. Juda ham chiroyli, go'zal. Qaranglar do'stlar, qadrdonlar, nima deymiz? Imkoniyatim yo'q, sharoitim yo'q deydigan insonlar bor-da oramizda yoki bemorchiligi bor-u, qani edi deb diliga tugib qo'ygan. O'sha Xudoning uyini bir marta ko'rsam deydi-da. Bu orzu, niyat qilaverish kerak imkon qadar. Ilohim, Alloh o'zi mehribon, bir kun emas bir kun chaqiradi. Har doim ham pulga taqiladigan vaziyat, mol davlatga, mol dunyoga taqiladigan joyi yo'q. Mana hozir o'tgan oyga qaraganda narxlar sezilarli darajada tushibdi. Tushgan aka, albatta, ancha tushgan. Bu degani foydalanib qolinglar, qadrdonlar. Narxlar arzonligida ota-onamizni yoki qadrdon birodarlarimizni, aka-ukamizni yoki imkon qadar oilaviy bola chaqa, o'sha ota-ona ayoli bilan bu zavqi boshqacha bo'lsa kerak. Boshqacha bo'ladi, xolasa aka. Mashallah. Qadrdonlar bizni ko'rishni kuzatishda davom etinglar. Bu videoni imkon qadar ota-onamni umra safariga jo'nataman degan, xudo xolasa nima deydi? Ota-onam duosini olaman degan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Bizni ko'rishni kuzatishda davom etinglar. Bittadan like bosinglar. Salomat bo'linglar.